Mana g'irt ahmoqgarchilik o'yinlari davom etmoqda. Nima bu qiliq, xaloyiq? Nima bu jinnilik? Shunchalik pulingiz ko'payib ketdimi? U pul topib aql topmagan ishida bu. Nosog'lom odam shu ish qiladi-da. Shu pulimdan ko'ra kelin-kuyovni kelajagini yaxshilashga ishlasa bo'lmaydimi shunda? Nima ahmoqgarchilik bu? U ko'ra olmaslik emas bu. Pul ko'zidan ko'rib qo'ygan. Bu mammasirash kiradi deb aytish bu. Ya'ni bu ish qilmaylar. Bechora o'rtaqol kambag'allar keyin nima qiladi? Xotinlar odat bor-ku, xotinlar odati. Voy ana uzitda sovg'a qildi. Voy ana u qilmadi. Voy u televizor sovg'a qildi. Bu televizor sovg'a qilmadi. Hey o'lib ketsin bo'lmabdi bu. Qudalar yaxshi emas ekan palonsota urishtirish, kelajakda qudandani orasiga tushirish, kelinga ajratish, o'g'lini qahri keltirish va hokazo shunga o'xshagan bir ahmoqona oqibati, og'ir oqibat shunga olib keladi. Qaysiki o'sha o'zi olib berolmagan qudandalar bor. Bo'ladi, chiqadi-da. Man hammayam birdek milliarder emas-u. Ko'rboylar sizlar endi. Pul topib aql topmagan ko'rboylar. Ko'ringlar, xaloyiq. Nima deysizlar? Maksimalniy layk bosib tarqatinglar shuni. Maksimalniy tarqatinglar. G'irt ahmoqona ishlar bu. Samarqanddami, boshqadami? Umuman o'zi samarqandliklar shu o'zidan ketib qolibdi o'zi. Biri pul tarqatsa, biri tilla tarqatadi, biri boshqa qiladi. Shavkat Miromonovich mana shundagi chora ko'rsangiz bo'ladi. O'zi ketib quturib qolganlarga. Qolgan sarpa surug'ini qisqartirish kerak. Tilla tarqatishi bormi, pul tarqatishi bormi, sochishi bormi, boshqa qolgan endi. Tugunlarni gapirmasa ham bo'ladi, sarpa surug'larni. Bu nima desam mumkin? Normal, aqlli bir inson ish emas-da. Yevropada ham bunaqa ishim xayolga kelmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda yagona bir taxtda qoladigan ish-da bu. Yaxshi ish emas bu. Yomon nomda qoladi bu ish. Qo'yinglar bu ishni qilmanglar, xaloyiq. To'xtatinglar. Ertaga o'rtaqol mana boy bolasi sevishib turmush qurib tursa, ertaga o'shani o'zi sovg'a qilish odatiy tusga kirib qolsa, ular sovg'a qilolmasa, yana qilolmadi, boshqa qilolmadi deb ajrimga olib keladi. O'g'lon qahriga olib keladi. Shu yaxshilab ko'rib olinglar, bilib olinglar. Ammo